Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'rgimchak Trader va bu videoda sizlarga market orqali robot sotib olishni o'rgataman. Avvalambor o'zim ham algo traderman, shuning uchun o'zimni robotimni sotib olamiz hozir. Shu orqali ko'rsatib bermoqchiman. Bitta mijozimiz robot sotib olish bo'yicha bizga murojaat qilgan. Shu robotni endi market orqali ofitsialniy nomlariga sotib olib beramiz. Buning uchun bizga mana bu sayt kerak bo'ladi, mqlu5.com. Bu asosiy MetaTrader'da asosiy veb sayti bo'lib, bu yerda juda ko'p yo'nalishlar bor va marketda savdo robotlari, indikatorlar va qo'shimcha shu kabi mahsulotlarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi avvalambor akkaunt kerak bizga. Sizda akkaunt bo'lmasa, mana bu tugma orqali yangi akkaunt registratsiya qilishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda login yoziladi. Misol uchun ismingizni yozib, shunaqa qiziqroq logo, o'zingizga ma'qul logoni qo'yasiz. Bu yerda email kiritiladi. Emailingizga xabar boradi. Xabarning ichida parol ham bo'ladi. Ya'ni bu saytda siz parol kiritmaysiz, parolni o'zlari beradi. Shu bilan ro'yxatdan o'tish yakunlanadi yoki Google orqali ham kirsa bo'ladi. Bu yana ham ishonchli bo'ladi. Endi bizda sayt, ya'ni hisob raqam tayyor. O'shaning uchun avval ochilgan hisob raqamga kiramiz. Mana bu hisob raqamga demak login bosadigan bo'lsak, mana bu yerda akkaunt egasini nima deydi, profili ochiladi. Ko'rib turibsizlar, akkaunt avval ro'yxatdan o'tilgan. Endi sotib olish joyiga kiramiz, ya'ni marketga kiramiz. Marketdan qidiruv bo'limiga Speeders Zone Recovery deb qidiramiz. Bu o'zimni Web Recovery savdo robotim. Bu robot Telegram kanalimizda jonli efirda to'xtovsiz ishlab turibdi. Ya'ni odamlarni ko'z oldida. Endi yaqinda YouTube'ga ham joylashtirish niyatimiz bor. Jonli efirda ya'ni. Demak, robotga kiramiz. Mana 3.3 versiya 3-aprel kuni yangilangan. Demak, bu bizda birinchi xarid bo'ladi, xudo xolasa. Birinchi xaridimiz 1 yilga $30. Bu aksiya doirasida 3 kishiga shunaqa narxda qilinadi, lekin taxminan 800 ming so'm bo'ladi 1 yilligiga bu aksiyadan keyin. Butun umrga sotib olish $99 hisoblanadi. Demak, endi buni demo versiyada sinab ko'rsanglar ham bo'ladi. Biz to'g'ridan to'g'ri sotib olishni bosamiz endi. Bu yerda for 1 year deb bossak, ya'ni bu yerda $30 ga sotib olamiz. Men ism familiyam bu yerda chiqyapti. Ya'ni men algo trader sifatida mana shu robotni joylashtirganman. Demak, men frilanserman, mana shu raqamli mahsulotimni sotyapman. Sotib oluvchi inson esa mana bu akkaunt egasi va hozir asosiy qo'shimcha joyiga keladigan bo'lsak, endi agarda karta orqali yana boshqa to'lovlarni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bunga galichka qo'yib qo'yasiz. Ya'ni boshqa to'lovlarga ham avtomatik yechib olsa bo'ladi. Ya'ni one click payments, ya'ni bitta tugma bilan sotib olish imkoniyatini beradi. Bu bizga kerak emas. Bunisi esa auto payment, ya'ni misol uchun 1 oylik yoki 3 oylik robotlar ham bor. Sotib olganingizdan keyin bu o'chib qolmaydi. Agarda kartingizda pul bo'lsa, keyingi to'lovlarga ham olib qoladi. Misol uchun hozir shuni yoqib qo'ysam, 1 yildan keyin yana $30 olishga urinadi kartadan, chunki keyingi ijarasi shunaqa bo'ladi. Bu qulaylik uchun albatta avto to'lov hisoblanadi. Endi to'lovlar masalasiga keladigan bo'lsak, Visa bor, demak UnionPay, ya'ni Xitoy, Osiyo mamlakatlari ko'p ishlatadi. WebMoney MDH davlatlari uchun yaxshi. Baribir bizga asosan Visa karta muhim kerak bo'ladi. Endi next tugmasini bosamiz. Demak, bizda 3 xil narsa so'raydi. Ya'ni karta ma'lumotlarini so'raydi. Hozir kartani ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Endi shaxsiy ma'lumotlar ko'rinmasligi uchun ba'zi joylarda o'sha yopib qo'yaman. Tushunish oson, menimcha qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, karta ma'lumotlarini kiritamiz.
demak Visa karta. E'tibor beringlar, o'sha kartada qanday ism yozilgan bo'lsa, xuddi o'sha ismni yozishimiz kerak bo'ladi. Pasport bilan bir xil bo'ladi kartani ismi, ya'ni egasini ismi. Endi bu yerda karta muddati 10-oy va 2025-yil ekan. Demak 2025 da tanlaymiz. Va hamma biladi 3 talik qo'shimcha parol. Buni ham kiritdim. Endi demak pay tugmasini bossam $30 kartamdan yechib olishi kerak. Demak SMS kodam so'rab o'tirmadi, chunki bu sayt ancha ishonchli. Demak $30 yechib oldi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Sotuv muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Endi bu ga qaytadigan bo'lsak, mana bizda Connect MetaTrader VPS bu o'zlari taklif qilyapti, lekin bularda VPS qimmat, ochiq gap. Install on the terminal yozib turibdi, ya'ni terminalga ustanovka qilishimiz mumkin. Demak mana bu yerda yozilyapti. Kelinglar o'zbek tilida bir ko'ramiz. Xullas sotib olindi. Bu juda ham yaxshi. Xudo xolasa bu meni marketdagi ilk sotuvim bo'ladi, lekin qo'lda avval robotlarni mijozlarimizga yetkazib berganmiz. Demak bu yerda tabriklayapti va mahsulot 3-aprel 2026-yilgacha ijaraga olindi deyapti. Bu juda ham zo'r. Demak menda ilk sotuv. Bu xursandchilik desa ham bo'ladi. Qandaydir kayfiyat boshqacha. Endi MetaTraderga kiramiz. MetaTraderga kirib, ustanovka qilishni ham bir ko'rsatib o'taman. Demak MetaTrader 5 ga edi bu. Demak bu yerda xo'sh. Mana ko'rishingiz mumkin, MetaTraderga ham mana shu akkauntni kiritib qo'yamiz, ya'ni через brauzer orqali sotib olingan akkauntni MetaTraderga kiritib qo'yganman. Endi demak bu yerda sovetniklar, demak endi market, ya'ni navigator bo'limidan marketni ko'radigan bo'lsak, marketda bizda moy покупки degan bo'lim chiqadi. Shu joyda mana turibdi. Bu to'xtatish mumkin, ustanovit qilish mumkin yoki kupit, ya'ni sotib olish mumkin. Bu arendani muddati belgilab qo'yilgan. Prodlet, ya'ni keyingi yillar uchun to'lov qilsa ham bo'ladi. Misol 1 oylik, 3 oylik sotib olsangiz ham keyin yanaqalarni nima deydi, to'lovlarni amalga oshirib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi brauzer orqali emas, market orqali ham sotib olsa bo'ladi. Buni ham bir qator tushuntirib o'tay. Mana bu yerda demak akkauntimizga kirib olgan bo'lsak, market navigatordan marketni tanlasak, mana market chiqib keladi oldimizga. Brauzerga kirish shart emas. Bu yerdan yana demak Spider Tradersmi, Spiders bo'lishi kerak edi. Mana robot chiqib turibdi. Demak bu yerdan ham sotib olsa bo'ladi. Uje bu yerda sotib olingan, endi ustanovit tugmasi turibdi, ya'ni ustanovka qilish mumkin degan yozuv turibdi. Endi moy покупкаga qaytamiz va ustanovit tugmasini bossak, demak ustanovka bo'ladi. Bo'ldi. Ustanovka bo'ldi. Endi qanaqadir valyutning para tillarda ishlaydigan asosan. Kelinglar tillaga robotni yoqib ko'ramiz. Endi bu yerda o'zimning shaxsiy robotlarim bor, shuning uchun sal yopib qo'yishim tabiiy. Hali marketga chiqmagan robotlar bor. Demak открыть tugmasini bossak, mana sovetnik bo'limida market alohida ochilyapti va bu yerda Spider Zone Recovery degan yozuv turibdi. Demak endi valyutning paralarga o'tamiz, ya'ni tillaga o'tamiz aniqrog'i. Demak oynaga mana bunday qilib olib kelib robotni ishga tushirishimiz mumkin. Endi bu yerda robotni umumiy nastroykasi
Keyingi videolarda robotni albatta polniy tushuntirib beraman. Ishlash prinsipi boshqa bo'yicha va bu robot o'zbek tilida versiyasi ham bor. Xohlasanglar o'zbek tilidagi versiyasini sotib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu yozuvlar o'zbekcha bo'ladi. Bu menimcha noqulay emas. Shunaqa gaplar. Tabriklasanglar bo'ladi. Mana Spider Traders nomi ostida robotni market orqali o'sha robotni sotib oldik. Ya'ni Spider Traders'ni mahsuloti. Demak, Instagram profilimni ko'rsatib o'taman. Mana ustiga bossam, bu robotning ustida bor va bu yerda Instagram profilim, bemalol obuna bo'lishlaringiz mumkin. Video ostida maxsus linklar qoldiraman. Bu yerda e'tibor beringlar. Kerakli linklar bo'ladi. Qidirib o'tirmaysizlar. Hamma kerakli ma'lumotlarni video ostida qoldiraman. Hammaga omad. Xudo xolasa yana ham kuchli, yaxshi, stabil ishlaydigan robotlarni chiqarishga harakat qilamiz.